Любовь на показ. В ролях Чаглар Эртугрул, Бурджу Озберг, Бинян Дёнмес, Неше Байкент, Танер Румели, Угур Узунел, Серкай Тютюнджу, Зайнеп Тукчебаят. Режиссер Сердар Гözеlikli. Продюсер Фатих Энес Эмероглу. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başında durmaz, kötü kız olmazsan. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başında durmaz, kötü kız olmazsan. Bir, ikki, uch. Bir, ikki, uch. Ya sekra, xuddi Rocky Balboaga o'xshaysan-a. Agar bechora qiz sen tufayli ishdan ketgan bo'lsa, nega men jabr chekishim kerak, og'ayni? Sen ham bunga meni sababchi deb o'ylayapsanmi? Rahmat og'ayni. 1,5% og'ayni. Meni otim Volkan ekaniga qancha ishonsam, bunga ham shuncha ishonaman. Bilmadim, gaplaringdan shunday chiqyapti. Men bu ishni hal qilishim lozim. Aks holda bu vijdon azobi meni yo'q qiladi. Voy bu. Agar shunday kichkina narsadan ham vijdoning qiynalayotgan bo'lsa, demak sen bu tavbaga jiddiy kirishgansan. Jiddiy og'ayni, qani jiddiyman. Terimni qotirma. Qani? Ha, yop, yop. Yop. Har doim shu joyni himoya qil. Xo'pmi? Qo'ng'iroq qildimi? Yo'q, hali qilmadi. Javob ber, qizim. Ol, ko'tar. Olmayman. Alo, Salom, men Keremman. Kerem? Kerem. Atelyedan, ishxonadan Kerem. Xo'jayin Kerem, esladingmi? Nima kerak? Nima bo'ldi? Nima kerak? Sen ishdan ketishing menga uncha yoqmadi. Shu haqda gaplashmoqchiman. Quloq soling, Kerem bey. Meni ishdan nega ketganim sizni umuman qiziqtirmasligi kerak. Bundan tashqari men hozir juda ham muhim qo'ng'iroqni kutyapman. Iltimos, go'shakni qo'ysangiz. Qanday qilib meni qiziqtirmaydi? Avval eshit, alo. Qoyili. Sen yetmay turganding. Alo, salom. Agar bo'sh bo'lsang, balki uchrasharmiz degandim. Boshim qotib ketdi, sen haqingda o'yladim. Albatta, gaplashamiz. Xo'sh, nima qilamiz? Menga qarab, bugun dugonam biroz kech keladi. Agar xohlasang, senga manzilimni jo'nataman. Shu yerga kelaver. Ko'rinib turibdi, muammolaring bor. Aysha nima bo'lganini aytib berdi. Ha, shu masalada. Yaxshi, unda kutaman. Yaxshi, boryapman.
Bu masalada sen aytmayotgan nimadir bormi? Yo'q, og'ayni aytdim-u. Aslida uncha jiddiy ish emas. Shunchaki men o'zimni mashhur gap otishi miqdorini sal oshirib yuborgan bo'lishim mumkin. Tushunarli. Oshirib yuboryapsan. Og'ayni qara, 5-6 marta qo'ng'iroq qildim. Men uchun bu misli ko'rilmagan holat. Shuning uchun tan olaman, boshida biroz jo'shib ketgan bo'lishim mumkin. Lekin bu qizda nimadir bor-da, ya'ni beg'ubor, yaxshi niyatli qiz, sodda qiz. Shuning uchun ahvoliga achindim. Mayli, hozir uning ko'nglini olib, ishga qaytishga ko'ndiraman. Shunga umidvorman. Oy, hozirgi xotinlarim ovqatni ko'p qilishadi-da. Dadangga shunaqa bulgur palov pishirardimki, bir-birimizni ko'zimizga termilib yerdik. Men kimni kutyapman, kim qo'ng'iroq qilyapti? Balki o'zing qo'ng'iroq qilarsan. Yo'q, oyijon. Ya'ni u qanday ahvoldaligimni biladi. Hoynahoy dadasini ishlari chiqib qolgandir. Tugatishi bilan qo'ng'iroq qiladi. Buvijon! Sochlarim chiroylimi? Judayam chiroyli, jonim o'zim. Iya, sizlar hali ham mehmondek o'tiribsizlarmi? Qani ishi bor, tayyorlan. Bo'la qol. Bo'la qol deyapman senga. Tur qizim. Ke jonim, bu yoqqa o'tir. Yana senmi? Axir senga qo'ng'iroq qilma dedim-ku. Ha, deding. Ammo bu ishni hal qilmagunimcha xotirjam bo'la olmayman. Kechir. Yo'q, hal qiladigan narsani o'zi yo'q. To'xta, go'shakni qo'yma. Qo'ysang ham qutula olmaysan, chunki men uyingni oldidaman. Ha, rosa ishondim. Yaxshi. Hoy, nima qilyapsan? Endi eshityapsanmi? Aysha, kim bu? Kerimbey, Muhsin amakini o'g'li, ishxonadan. Televizordagidan ko'ra hayotda chiroyliroq ekan. Menda chiroyini ko'radigan kayfiyat bormi hozir? Shu bilan yozishayotganmidi? Yo'q, u bizni qizga qaramaydi. Uni bitta akasi ham bor edi, shunaqa ovsarroq. Bunisi esa chaqqon ekan, xudoga shukr. Ko'zlari o'ynab Hozir dadam keladi. Jim bo'l, shum xabarchi bo'lma. Bu yerda nima qilyapsan? Senga ham salom. Aytdim-ku, ishdan ketishim menga umuman yoqmadi deb. Meni ishdan ketishimni senga nima Qanday ahamiyati qilib bor? ahamiyati yo'q. Bu men tufayli-ku, to'g'rimi? Hammasini tushunib turibman. Quloq sol. O'zing eshit. Senga so'z beraman. Boshqa seni bezovta qiladigan hech narsa qilmayman. Hatto ko'zingga ham ko'rinmayman. Ammo iltimos ishga qayt, xo'pmi? Quloq soling Kerimbey. To'g'ri, xatti-harakatlaringiz meni bezovta qilayotgandi. To'g'ri, siz meni bezovta qilayotgandingiz, lekin chindan ishdan ketishim siz bilan mutlaqo bog'liq emas. Bu butunlay oilaviy masala. Rost aytyapsanmi? Shum xabarchi, ana otang qo'ng'iroq qilyapti. Ana qo'lga tushdinglar. Hech narsa gapirma. Alo, Rizo, biror narsa eshitdingizmi? Nima deyapsan, Nazmiya? Nimani eshitishim kerak? Qayerdasiz o'zi? Ertaroq chiqqandim, uyga ketyapman. Biron narsa kerakmi? Kerak deysizmi? Kerak albatta. 1 kilo qand oling bo'laklisidan. Qandmi? Axir yaqinda olgandik-ku. Nima, mendan yashirincha ot saqlayapsizlar? Voy, endi qand uchun ham hisobot beramizmi? Ha? Kechqurun sovchilar keladi, oling kerak. Mayli, yaxshi. Ishondimmi? Ishondi, lekin hozir keladi. Shoshmang, bu qizni olib kiraman. Xo'p, demak, buni menga umuman daxli yo'q, shundaymi? Yo'q. Rostdan xotirjam bo'ling. Oilaviy masala. Aysha, akang kelyapti, akang. Keyin g'azabdan quturib hammamizni so'yib Xo'p, tashlaydi. kelinoyi. Kerimbey baribir ketayotgandi.
Ha, men ketyapman. Lekin unutma, agar fikringdan qaytsang yoki oilaviy ishlaringni hal qilsang, bizning eshiklarimiz sen uchun doimo ochiq. Rahmat Kerimbek. Dadangiz Muhsin akaga salom aytib qo'ying. O'zingizni ehtiyot qiling. Omad. Bu yerda nima qilyapsiz? Mashina yoqdimi? Qani kel, ichini ham ko'rsataman. U bu yerda nima qilyapti? Ish yuzasidan kelibdi. Men uni odatda tanimayman. Ishdan bo'shamasin deyapti. Go'yoki sen topilmas xodimdek. Aka, bu poyga mashinasimi? Albatta poyganiki. Aka, qancha bosadi bu? 100 mi? 3 marta ko'proq bosadi. Sen qaysi jamoaga muxlislik qilasan? Bu chindan ham murakkab vaziyat. Bir tomondan meni eng yaqin dugonam Aysha. Uni qanchalar yaxshi ko'rishimni bilasan. Qisman shuning uchun ham seni oldinga keldim. Lekin boshqa tomondan otangning gaplari, u kishi ham haq. Men ham o'zimni qandaydir noqulay his qildim. Uning oldiga qanday borgan bo'lsam, shunday turib qoldim. Hech narsa deya olmadim. Bilasanmi bu yerda eng aybsiz kim? Ayshami? Yo'q, sen. Ayshaning nima haqqi bor seni bunday ishga majburlashga? To'satdan seni yelkangga shunday og'ir yukni yuklayapti. Sen uylanish haqida o'ylayotganmiding? Bunday narsani tasavvur qilayotganmiding, ayniqsa shu yoshda? Sizlar Aysha bilan umuman nimani boshdan kechirdingiz? Bir-biringizni bilishga ulgurdingizmi? Bularning hammasi juda muhim. Ya'ni men erga tegish haqida o'ylamayapman, lekin o'ylaganimda ham bunday emas. Masalan, men tegadigan odamimni yaxshiroq bilishni xohlardim. Gaping to'g'ri-ku, lekin hozir uni aro yo'lda tashlab ketayotgandek bo'lyapman. Ochig'i bularning hammasini Ayshani o'zi hal qilishi kerak. U akalariga qarshilik ko'rsatishni o'rganishi kerak. Sen yelkangga bunday yukni ortmasliging lozim. Menga yordam berding, bilasanmi? Bu yerga kelgunimcha xayollarim butunlay alg'ov-dalg'ov edi. Qolaversa gaping to'g'ri. Men bunday uylanishni istamayman. Nimaga o'zimga o'zim hayotimni qiyinlashtiryapman? Nega? Aysha buni tushunadi. Ha, lekin u hozir mendan qo'ng'iroq kutyapti. Kel, men ichkani biror narsa tayyorlayman. Sen esa shu payt Ayshaga nima deyishingni o'ylab tur, xo'pmi? Allohim, haloyiq kelishyapti, biznikiga sovchilar kelishyapti. Voy! Qarang. Voy! Gullarga qaranglar, ulkan guldasta, barglar bilan bezatilgan ikkita chinni gul olib kelishmoqda-da. Kelnoyi, bu bola Ayshani deb o'lib ketishiga sal qoldi. Unga gul muammomidi? Shokoladni qo'ygan joyini qaranglar. Motorga qo'yishibdi. Bunaqasini oladiganlar qolmagan, bilasanmi? Yo'q. Mashaalloh unda. Nega bunaqa turibsizlar? Eshikni ochmaysizmi? Qara, mushtdek bola ham sizlardan aqlliroq. U yerda qarab turmasdan boringlar, eshikni Meni ochinglar. so'rab kelganingizda baqqoldan yarim kilo lukum olib kelsangiz ham mayli edi. Qo'y, Nazmiya, necha yil o'tdi? Hali ham o'sha gap. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling, xonim. Xush kelibsiz. Ha, xush kelibsiz. Voy, qo'lim uzilib tushdi. Og'ir ekan. Ha, og'ir. Qadir amaki, xush kelibsiz. Xush ko'rdik. Xush kelibsiz. Yaxshi yuribsiz. Salom. Salom. Qoyil sabri. Po'rim bo'lib ketibsan-ku, uka. Doim shunday kiyinsang-chi, arslondeksan, shokoladdek bo'lib qolibsan, ha? Rahmat Erkut aka, rahmat. Qara, sekinroq uka, bo'ldi, to'xta. Arslon ukam. Erkut, mehmonlarimiz ostonada qolib ketdi-ku, uka. Bu yoqqa o'ting, janob. Qani marhamat. Qani. Eshikni oldida O't. turmanglar. Marhamat, o'ta qo'v. Nima bo'lyapti? Aka, bolaning o'zi. Bo'lsang-chi. Xo'sh, bizni xonim qizimiz qayerda? Xonasida tayyorgarlik ko'ryapti, chiqolmadi. U ham hayajonlanyapti-da. Voy, Sabriyam ertalabdan beri shunday o'zini qo'yarga joy topolmayapti, bechora. Yoshlik nima ham qilardik? Yaxshimisiz, Melahat opa? Oyijon, Qadir amaki ahvolingizni so'rayapti. Men yaxshiman, Qadir. O'zing yaxshimisan? Biz ham yaxshimiz, Xudoga shukr. Rahmat. Xotiningni almashtiribsan. Almashtiribsan deganingiz nimasi? Melahat opa. Marziyani tashlab, buni olibsan.
Ammo Marziya chiroyliroq edi. Uyat-ey, qo'ying Melahat. Oyi, Melahat onamni aqli joyida emas. Nimaga hozir xafa bo'ldingiz? voy xudoyim ey oyijon, Qadram aka o'sha Marziya degan serial bor edi-ku, o'sha bilan adashtirib yubordi shekilli. oyijon, bu Kadram aka mebelchi. Aysha uchun kelishlari kerak edi-ku. Albatta bilaman. Mahallamizni odam-ku qanday qilib bilmayman. Nima dedim men? Siz hech narsa demadingiz oyi. Qani boring, Ayshaga qarang. Xo'sh, Qadram aka ishlar qalay? Xudoga shukr. Asta sekin ishlab yuribmiz. O'zlaringiz yaxshimisiz? Ko'z tegmasin, yaxshi. Tayyor emassan o qizim. Oyi, men unga tegmayman. Men unga bermanglar. Men unga tegmayman. Xabar jo'natsam ukana, hozir umuman gaplashkim kelmayapti. Aytganimdek bu yerda yagona aybsiz odam sensan. Senga qanday qulay bo'lsa, qanday xohlasang shunday qil. Qizim, senga aytadigan gapimni aytdim-u. Xabar. Berk. Undan. Oilasi rozilik beribdimi? Kechir, debdi. Uylanishga tayyor emas ekan. O'qishiga e'tibor qaratar emish. Meni go'zal qizim. Meni yaxshi qizim. Meni shirin qizim. Hamma ham senga o'xshagan samimiy emas-da. Sen o'laman degan joyda barmog'iga tikan kirsa, chiday olmaydigan odamlar ham bor. Oyjon, endi nima bo'ladi? Menga qara, ichkariga kir. Sen yoqtirmagan yigit seni Berkdan ko'ra ko'proq sevadi. Bu bola sen uchun nimalarni ko'rmadi? Kasalxonada yotdi, 3 kun komada yotdi-ya. Sevmayman uni. Unga tegishni istamayman. Bizga o'xshaganlarga sevgi unchalik oson kelmaydi, jonim. Qara. Sen sevgan odam seni sevmas ekan u. Shunday ekan, seni sevgan odamga tek. Oyjon, Qani tayyorlan. Mehmonlar oldida noqulay bo'lyapti. oyi. Bolaligingda ham shunaqa eding, bilasanmi? Qoning qaynab turardi. Senga xohlamagan ishingni qildira olmasdik. Qochib ketarding. Bo'ldi, jo'natding, tamom. Endi buncha tajanglikni nima keragi bor? Hozir juda xafa bo'lsa kerak-a? Sen unga yaxshilik qilding. Ozodligi o'z qo'lida. Shuni tushunish kerak axir. Bilasanmi nimani o'ylayapman? O'sha kuni o'sha paromga umuman o'tirmaganimda yaxshi bo'lardi. Bilasanmi, bu yerga kelganingdan beri men nimani o'ylayapman? Nimani o'ylayapsan? O'sha kuni paromga yolg'iz o'tirganimda yaxshi bo'lardi. Qara, shunday bo'lishi ham mumkin edi.
xush kelibsiz. Xush ko'rdik, qizim. Xush ko'rdik. Men bir qarab kelay. Quloq sol, men finjonlarni tayyorlab qo'ydim. Sen esa qahva damlab olib chiq, xo'pmi? Avval qaynotangdan boshla, gulim. Mustafoni yonidagi do'konchi bor-ku. U biroz chetda emasmi? Aytishlaricha u yerda hozir rekonstruksiya bo'larmish. Men ozroq dastmoya topdim. Agar yana ozroq topsam, o'ylab ham o'tirmasdan darrov pul tikardim. Labay aka. Yo'q, u yerga sherikchilik asosida kirsa ham bo'ladi, shunga aytyapman. Yaxshi, xavotir olma. Voy dadasi, biz bu yerga ish haqida gaplashgani keldikmi? Yo'q, albatta. Qanaqa ish, Nermin? Oyim to'g'ri aytyapti, dada. Ha, to'g'ri. O'g'lim, lekin avval qahva olib kelishadi, ichiladi. Keyin bunday narsalar haqida gapiriladi. Men noto'g'ri aytyapmanmi, xudo xabar? Mutlaqo haqsiz. To'g'ri aytyapsiz, To'ppa-to'g'ri. to'g'ri. Aysha, qahva tayyormi? Aysha, kelinoying o'rgilsin, qahvani olib kel. Men bir qarab kelaychi, oynahoy ko'pigini chiqara olmayotgandir. Voy, qahva toshib ketibdi-yu. Aysha yo'q. Qanaqasiga yo'q? Yaxshilab qarang, o'sha yerdadir. Aysha qochib ketibdi. Kelinoyi darrov qochib ketibdi deb odamni qo'rqitmang. Voy, Balki do'konga chiqqandir bo'lishi mumkin emasmi? kechirasizlar-ku. Sizlar do'konga borayotganingizda derazadan chiqasizmi? Ha, men ba'zida derazadan chiqaman. Demakki, qahvasi toshib ketgach bu yerdan o'tishga uyalib, o'sha yoqdan chiqibdi. Ya'ni bo'lishi mumkin emasmi? Dada, nima bo'ldi? Ammam qochib ketdimi? Hech narsa, qizim. Qani joyingga bor. Fotimaga qo'ng'iroq qildim, ko'rmaganini aytdi. Yaramas. Hatto narsalarni ham olmasdan qayoqqa ketadi? Aka, telefoni ham shu yerda. Telefonsiz qayoqqa ketdi? Demak, kimdir kelib uni olib ketgan. Yana kalitingni unutib qoldirdingmi? Gonja, ahvolim juda yomon. Aysha? Aysha? Aysha. Aysha! 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 To'xta! Boshingga nima balo tushsa, hammasi o'sha yaxshilik qilishga urinishing tufayli. U o'qiyapti. Undan nimani kutyapsan? U senga uylansinmi? Senammi, Gonja? Sen ham menga bor sabriga turmushga chiq deyapsanmi? Men buni eng yaqin dugonang bo'lganim uchun aytyapman. Biroz o'zingni birinchi o'ringa qo'yishni o'rgan. Berk haqidagi xayollaringni ham kallangdan chiqarib tashla. Lekin Berk bilan bir-birimizni sevamiz. Elda xolajon juda mazali chiqibdi. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Sendek nozik mehmonimiz bo'lgach, retseptni Michelin oshpazidan oldim. Böf burginyon. Bekor ovora bo'psiz-da. Bir qoshiq go'sht uchun retseptdan oldingmi?
Nonni uzat, nonni. Marhamat dadajon. Bu qush qo'nmas o'tini 6 soat quyoshga qo'yib turdik. Aynan retseptidek bo'lsin deb. Ha endi nozik tab mehmonda. Lekin astoydiljon kuydiribsiz. Lekin o'g'liga emas, o'ziga qiz olayotgandek. Qarang-a. Azizam, so'rashni unutibman. Ota-onang yaxshimi? Shvetsariyadan Yo'q, qaytishdimi? qatnashmadi. Ular Fransiyaga uzum terimaga ketishdi. Do'sti qo'ng'iroq qildi. Oyim yo'q deya olmabdi. Axir u Bajoliyaga yo'q deya olmaydi. Yoqimli ishtaha. Kerim ham Fransiyani yaxshi ko'radi. Shunday emasmi, Kerim? Sen gapiryapsan-u, kim eshityapti? Eshitish shu yoqda tursin, hatto ko'rmayapti. Bizni davrimizda stolga bitta kosada ovqat qo'yardik. Hammamiz birga undan qoshiq bilan yerdik, lekin odamlar bir-birini yuziga qarardi. Kulardik, dardlashardik. Hozirchi Dadasi, yana qariyalardek gapirishni boshlamang endi. yolg'on gapiryapman. Agar yolg'on gapirayotgan bo'lsam, yolg'on gapiryapsiz deng. Eng yaxshisi har kim o'z likopchasini olsin-da, bir burchakda ovqatini yeb olsin. Albatta dada. Oy. Dadang bugun ham kayfiyatsiz, mayli endi. Men atelyega ketyapman. O'g'lim, atelyeda nima bor? Mehmonimiz bor-ku. Hayır. Ayıpga buyurma Jayda. To'g'risi buxgalteriyada ishlarim bor. Agar qilmasam uxlay olmayman. Agar yordam kerak bo'lsa, men ham boraman. Yo'q, sen bufeyni sovutma. Sizlar yeyaveringlar. Rostdan atelyega boraman dada. Voy Kerim, rosa ham ishondik o'zi ham. Rostdan ishim bor kelinoyi, hazillashmayapman. Dada. Jayda, hammaga yoqimli ishtaha. Yelda opa, bu go'sht tugadi, gullarni ham yeymizmi endi? Ye Samet, hammasini ye, yoqimli ishtaha. Ana, ochildi. Aka, rostdan ochildi. Ochildi aka. Paroli dadamni vafot etgan kunlar Qarachi, edi. unda biror gap bormikin? Bitta raqam bilan 2 marta gaplashibdi. U nimasi? La'nati. Unga bir dunyo qo'ng'iroqlar ham bo'pti. Kim bu la'nati? Hozir kimligini bilamiz. Unga hozir qo'ng'iroq qilaman. Shoshmay tur, kel. Mendan qo'ng'iroq qilamiz. Alo. Allo. Kim bilan gaplashyapman? Kimga qo'ng'iroq qilayotganingni bilmaysanmi, do'stim? Yaramas, birovni singlisiga tegajog'lik qilishga uyalmaysanmi? Agar erkak bo'lsang ismingni ayt. Agar erkak bo'lsang ismingni ayt. Sabri. Allo. O'chirib qo'ydi. Kimga yomonlik qildik o'zi? Mayli. Xayriyat, bu ishlar bilan vaqtida xayrlashdik. Mayli, seni bloklab qo'yaman. Hatto telefonni ham o'chirib qo'yaman. Kechasi shu bilan ovora bo'lmayman. Nima bo'lyapti uka? Tushunmayapman. Butunlay o'chirib qo'ydi. Voy, yorilib ketaman. Qarang, yorilib ketaman. To'g'risi yorilib ketaman. Mayli, hamma o'zini bossin. Men bu masalani hal qilaman, topaman. Xavotir olmanglar. Tamom. Qayerdan topasan? Bizni tuf telefon bilan shug'ullanadi-ku. Unga raqamini beraman, 5 daqiqada kimligini topib beradi. Bu yigitni bugunoq topishimiz kerak. Uch erkut. Uch erkut, uch. Kim bor? Mushukmi?
Senmiding? Ayshi, shu mahalda bu yerda nima qilyapsan? Qanday ichkariga kirding? Ishdan kech ketganimda oxirgi bo'lib men qulflardim. Shuning uchun menda kalit bor edi. To'g'risi, hech nimaga tegmadim. Shundoq ham ketayotgandim. Yo'q, albatta buni aytmayapman. Shunchaki hayron qoldim. Biroz xursand bo'ldim, ochig'ini aytsam. Darrov ishga qayt boshla deganimda bunchalar tez bo'ladi deb o'ylamagandim. Ko'rinishing yaxshi emas, yig'layapsanmi? Shu mahalda bu yerda ekansan, demak muammo bor. Qandaydir oilaviy ishlar haqida gapirganding. Nima, uydan qochib keldingmi? Gaplashishni istarsan? Yoki agar biror jiddiy gap bo'lsa, politsiya qo'ng'iroq qilishimiz mumkin. Agar shunda o'zingni xotirjam his qilsang, dadamga qo'ng'iroq qilamiz. Yoki menga hammasini aytib berasan. Men esa choy damlayman. Rost ahvoling yaxshimi? Yaramas, Ayshi. Boshimizga qanday kunlarni solding? Nazmiya, nega bu bola hali ham shu yerda? Qancha vaqt o'tdi? Senga uni olib ket, uxlat dedim. Qani qizim, bora qol. Erkut akayning xonasida o'yna. Qani. Ayshi qayerga qochib ketdi ekan? Sevgan yigitini oldiganmikin? Ammo uni uylanish niyati yo'q edi-ku. Oyijon, jim bo'ling, xudo haqqi. Uni qotil qilmoqchimisiz? Nimaga hali ham turibmiz, Qadir? Yuring ketamiz. Nermin, biz bu yerga farzandimiz uchun keldik. Mana shu ahmoq farzandimiz uchun bo'lmasa, meni bu yerda o'tirishga ko'zim uchib turganmidi? Bu qizdan kelin chiqmaydi. Yo'q, ular agar turmush qurishsa, u bizning ovsarni aldaydi. Ertasiga uydan qochib ketadi. Biz sharmanda bo'lamiz. Iltimos, Nermin, jim bo'l, xudo haqqi. Akasi g'azabdan zo'rg'a nafas olyapti. Kimdan alamimni olsam ekan deb. Yo, toppa. Aka, topdim. Kim ekan? Kerim, Muhsin amakining o'g'li. O'sha xotinboz qizni aldabdi. Voy, u bugun shu yerda edi. Nega men bilmayman, xotin? Ha? Nimaga men bilmayman, Nazmiya? Nimaga men bilmayman? Aka, to'xta. Riza, qo'yib yubor, uka. Uni o'ldirib qo'yasan. Unga hech narsa qilmaydi. Nimaga men bilmayman? Menda nima ayb dadasi? Ishga qaytarish uchun kelibdi. Bunday bo'lishini qayerdan bilay? Aka, menda nima ayb? Men hatto bilmasdim. Rahmat aka. O'chiq. Yoqmabdi hali ham mablag'. Erkut, yugur, Mustidan mashinani olib kel. Aka, siz xavotir olmang. Allaqachon xabar qilganman. Ular eshik tagida kutib turishibdi. Arslonim, qara, ana u yerdagi telefon daftarida Muhsin amakining raqami bor. Erkut, to'xtatish o'rniga hatto mashina ham chaqiribsan. Shartli qamoq shartini buzasiz, Rizo. Qizishmang, iltimos, kerakmas. Aralashma. Siz umuman aralashmang, kelinoyi. Siz aralashmang. Bu nomus masalasi. Yo, tavba. Singlimizni shaharning o'rtasida o'g'irlab ketishadi-yu, ya'ni olib qochishadi-yu, biz qo'l qo'shtirib o'tiramizmi? Ha? Yo'q, aslo. Yo, buni niyat ham jiddiy emas axir. Bu ketishda qiz ko'chada qolib ketadi-ku. Men ham boraman, Riza aka. Olib qochishdi deyapti, topish kerak aka. Voy, hozir hushimdan ketib qolaman. Hushimdan ketaman. Erkut, yur. Men bu yerda qotil bo'lishni istamayman. Axir aytdim-ku. Olib keling, borib sabrini olib keling. Hop. Oyi, siz chiqmang, kutib turing. Nega bu bolalar likillab yuguryapti? Oyi, men qayoqdan bilay? Eshitaman, yigiterlar xonadoni. Hozir yigiterni qo'yib tur. Kerim qayerda? Kerimbek yo'q edi, Sametbek shu yerda. Kim ekan? Bilmasam, Sametbek Kerimbekni so'rashyapti. Qani menga berchi. Alo, Sen kimsan? men Samet Yigiterman. Demak, Ablaqning akasi ekansan-da. Qayerda o'sha Ablaq? Ablaq Kerim. Qanaqa Ablaq? O'zing kimsan? Kenan o'g'li Rizaman. Ukang Kerim qayerda? Menga Kerimni ber. Kerimni telefonga chaqiring. Ukam bu yerda yo'qdi, atelyeda ishlayapti. Ha, demak, atelyeda. Men hozir o'sha atelyega boraman va o'sha Kerimga meni singlimni o'g'irlash qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'yaman. Alo. O'chirib qo'ydi. Kim ekan Samet? Kenan amakining o'g'li Riza. Nima bo'pti? Ashina olib qochibdi. Kim olib qochibdi? Bizni Kerim. Uyam endi borib uni o'ldirar ekanmi? Tushuna olmadim.
Oh, Siz yuringchi, tashqarida hammasini boshidan aytib berasiz. Yaxshi. Ishingni qil. Bu nimasi uka? Butun mahallani yig'ibsan-u. Men aytdim aka, yigitlar ham borsin dedim. Erkut aka, siz uchun odam o'ldiraman. Jonimni beraman aka. Hoy, uka, mayli. Qani bo'ldi uka. Bo'ldi, yetar, tavba. Qani ketdikmi? Qani ketdik. ketdik. Tezroq, olg'a. Dadasini olib keling. Yo'qdan nermin, shoshma. Sabri aka, ashyofani olib qochib ketibdimi? Unaqa gap yo'q, uka. Olib qoch degan gap yo'q. Olib qochdi deyapti. Sabra pastga tush. Meni jinni qilma. Bu ishda orqaga yo'l yo'q. Men ashyani hechkimga bermayman. Orqaga yo'l yo'q dada. Qo'y, jahlimni chiqarma. Kerak emas. Xudo xayringizni bersin. Hayda. Sabri! Ey Xudoyim! Bo'ldi, dadasi. Ko'p ham asabiylashavermang. Hozir o'g'lingiz kelib qoladi. Bir kun atelyega ishga bordi, albatta chiday olmadi. Kim bilsin shu mahalda qayoqqa ketdi. Men ishonaman, o'g'limiz albatta o'zgaradi. Aytgan deyin deysiz. Uni himoya qilishni bas qil. Bukrini go'r to'g'rilaydi. Dadasi. Shu desangiz, bilasizmi, o'tgan jumada nima qildim? Nima? Eyb Sultonga bordim. U yerda Ibrikchi boboga o'tdim. Duo qildim, nazr berdim. Nima, qayoqqa bording? Ibrikchi bobo kim u? Bu Ibrikchi bobo shunday avliyo, shunday olim odam. U bizni Keremga o'xshab o'z davrida dangasa bo'lgan. Yelkasida sharob ko'tarib yurgan ekan. Xo'sh. Xullas, bir kuni u sharob ko'zasi bilan yurib ichib yurganida oldidan nuroniy oqsoqol qariya chiqibdi. Unga sen yurgan yo'l emas debdi. U nima qilibdi? Ko'zani sindirib tavba qilibdimi? Tavba qilibdi, lekin ko'zani sindirmabdi. U ko'zani suvga to'ldirib, shundan beri yo'lida uchragan, chanqagan hammaga suv ulashibdi. Nima? Sayyor meshkopchi bo'libdimi? Voy dadasi, yey. Nima deb o'ylasangiz o'ylayvering. Xullas, men duo qildim, nazr berdim, bo'ldimi? Bizni bolamiz ham tuzaladi, men bilaman. Qaniydi tuzalganida. Jaydaga uylantirib qo'ysak yaxshi bo'larmidi? Farqi yo'q, Jaydami yo boshqasimi. Agar biz uni birorta yaxshi qizga uylantirsak bo'ldi. Dada, Ayshani olib qochibdi. Nima? Nimalar deyapsan? Kim olib qochibdi? Kerem olib qochibdi. Nima? Riza bilan odamlari hozir Keremni o'ldirish uchun atelyeni bosgani ketishyapti. Kerem atelyedaligini u qayerdan bilarkan? So'raganda men aytdim, nima, u yerda emasmi? Yo tavba, hozir hushimdan ketib qolaman. Xudo xayringni bersin. Ozroq kallangni ishlat. Nima, men noto'g'ri gapirdimmi? U yerda emasmi? Yo'q, bu bir anglashilmovchilik. Kerem qo'lida ishlaydigan qizga qaraydigan darajada past ketmas. Bo'lmagan gaplarni bas qiling. Tez borib ayt, mashinani tayyorlashsin. Yelda sizlar bormanglar. Shu yerda kutinglar, bizdan xabar kutinglar. O'g'lim, Samet. Qani sen bu yoqqa kecha. Qani yonimga o'tir. Tezda nima bo'lganini menga aytib ber. Odam bir kechada hamma narsasini yo'qotishi mumkinmi? Oilamni, dugonamni, sevgan odamimni yo'qotdim. Xuddi hazildek. Avvaliga menga umuman yoqmaganding. Hozir esa dardlarimni senga aytyapman. To'g'ri, tanishuvimiz yaxshi bo'lmadi, ammo bunda seni aybing yo'q. Mayli, keyin shu joy esimga tushdi. Hech bo'lmaganda tonggacha qolaman deb o'yladim. Eng to'g'ri ishni qilibsan. Rosa boshingni qotirib tashladimi? Usiz ham ertalab ketaman, chunki akalarim bu yerga ham kelishadi. Yo'q, nimalar deyapsan? Boshimni qotirganing yo'q. Faqat noto'g'ri tushunmayu, bu nimasi? Chekki bir joymi? Majburiy nikoh deyapsan, shunga aqlim bovar qilmayapti. Bu mamlakatda qonun bor, lekin sen xavotir olma. Biz dadamni ishga solamiz. U nima qilish kerakligini biladi. Senga tunaydigan joy ham topadi. Qolaversa, sen uning eng yaxshi do'stidan omonatsan. U seni qiyin ahvolda tashlab qo'ymaydi. Aslida men uchun ham kecha juda yomon kun bo'ldi. Ya'ni u juda yomon tugashi mumkin edi, Xudoga shukr, oson qutuldim. Sal bo'lmasa kimningdir o'limiga sababchi bo'lib qolayozdim. Bilasanmi, kinolarda bo'ladi-ku, o'zingga tashqaridan qarash imkoniyati paydo bo'ladi. Menda ham shunday lahza bo'ldi. Men xudbin faqat o'zini o'ylaydigan jirkanch odamni ko'rdim. Boshiga tushadigan narsaga loyiq odamni ko'rdim. Va o'sha lahzada o'zimga o'zim shu vaziyatdan chiqib olay, boshqa hech qachon o'sha odam bo'lmayman dedim. Mayli, men ham hozir gapni cho'zmayman. Aytmoqchimanki, ba'zan bu qorong'u lahzalar bizga nimanidir o'zgartirish, tushunish uchun imkoniyat beradi. Xullas, men aljirayapmanmi?
Har holda men uchun shunday bo'ldi-da, balki sen uchun ham shunday bo'lar. Sen uchun xursandman. Bilasanmi, hayotimda hech kimga yomonlik qilmadim. Doim o'zimdan oldin boshqalar haqida o'yladim. Hech kimga zarar yetkazmadim. Ya'ni faqat akam xohlamagani uchun universitetga ham bormadim. Bu yerda topgan pullarimni olib ularga berardim. Ular esa nima qilishdi? Ular meni o'zim yoqtirmagan odamga uzatmoqchi bo'lishdi. Ahvolimga qara. Balki javob shu yerdadir. Sen doim yaxshi qiz bo'lgansan va boshingga tushgan narsalar ham shuning uchun. Qanaqasiga? Bularning hammasi yaxshi bo'lganim uchun boshimga tushdimi? Ha, shuning uchun deb ayta olaman. Axir sen atrofingdagilarga yaxshilik qilgansan. Ular esa bundan foydalanishgan, shundaymi? O'zing aytyapsan-ku, kel tan olaylik, bu dunyo yaxshilar uchun emas. Mayli, o'ylashimcha, butundan olishimiz kerak bo'lgan saboq shu. Sen endi o'zing haqingda o'ylashni boshla. Biroz xudbin bo'l. Bir muddat yaxshi qiz bo'lishni bas qil. Endi yomon qizga aylan. Yomon qiz bo'l. Nimaga? Askarlarni kuzatishyaptimi? Erko'z, sen ana bu eshikka qara. Aysha, Akam, bular meni akalarim. Nereye kadar bu pembe rüyalar? Anlasana artık ayrı dünyalar. Kalbin kırık olanlara aşktan öte köy yok, anlat sen soranlara. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başında durmaz, kötü kız olmazsan.